Jinoyatchilikning oldini olish va uni fosh etishda sud ekspertiza tadqiqotlari natijalari muhim ahamiyatga ega hisoblanadi. Global davrda jinoyat olamida ham yangi usullar paydo bo'lmoqdaki, bu soha oldiga yangi savollarni qo'yyapti. Huquqshunoslar tahliliga ko'ra, ayni paytda hujjatlarni qalbakilashtirish bilan bog'liq jinoyat ishlari deyarli barcha sohalarda kuzatilmoqda. Respublika sud ekspertizasi markazining hujjatlar kriminalistik ekspertizasi laboratoriyasida ayni shu yo'nalishda tadqiqotlar olib boriladi. Hozir shu xususda. Sud haddshunoslik ekspertizasi kriminalistik ekspertizalarning eng ko'p tarqalgan turlaridan biri bo'lib, jinoyat va fuqarolik ishlari bo'yicha obyektiv haqiqatni ochish imkonini beradi. Hozirgi kunda ushbu yo'nalishda laboratoriyada meros, imzolarni qalbakilashtirish, bank hujjatlari ishi bo'yicha qator tadqiqotlar olib borilmoqda. Sud haddshunoslik ekspertiza tadqiqotlarini olib borishda mikroskop, regular 4308 komparatordan foydalanamiz. Afzallik jihatlari imzoni identifikatsion belgilarini aniqroq ko'rishga yordam beradi. Ya'ni inson ko'zi ko'rmaydigan imzolarni kattalashgan hajmda ko'rish mumkin. Asosan bizda hozir fuqarolik, iqtisodiy va tergov qadar tekshiruv tadqiqotlar tayinlash to'g'risida qaror ajrimlar kelib tushmoqda. Fuqarolarimiz kelayotgan murojaatlarda asosan o'sha shartnomalarda yoki misol uchun fuqarolik sudlaridan keladi, ishdan bo'shash to'g'risida arizalarni men imzo qo'ymaganman, men yozmaganman deb murojaat qilib keladi. O'shanda tekshiramiz. Ya'ni imzo o'zi tomonidan bajarilganmi yoki boshqa shaxs tomonidan taqlid qilib bajarilganmi yoki o'zi bajarib ataylab, ya'ni o'zgartirganmi o'zining imzosini. Mutaxassislarning ma'lumot berishicha, imzo va yozuvlarning haqiqiy yoki soxtaligini aniqlaydigan uskuna dunyoda yo'q. Ularni aniqlash faqat ekspertning bilimi va tajribasi, tahlillarni solishtirish usullari orqali amalga oshiriladi. Tadqiqot o'tkazish uchun esa 10 kundan 1 oygacha vaqt kerak bo'ladi. Sababi, ekspert faqat faktlarga asoslangan to'g'ri javobni berishi lozim. Mazkur laboratoriyaga fuqarolarning o'zlari ham ekspertiza natijalarini tayyorlash bo'yicha ariza bilan murojaat qilmoqdalar.